yaxshi dam oldingizmi uyqu begim? Uylangandan keyin yaxshi dam olmaydigan bo'lganman-ku. Nimaga? To'y xarajatlarini o'ylabdi. Shuncha uxlabim, to'ymas ekan sizda. Uyquchi. Bekorga to'yga shuncha pul ketmas ekanda, zo'r xarajatdi, mazasi ham zo'r bo'lar ekan-ku. Ochilbekni berib qo'yganimizga ham 40 kun bo'pti. Voy, o'tib qoldim. Ha, yo'q, kelinni qo'liga berib qo'yganmiz deyman. Jo'laga qo'shilmayapti-yu. Shunday delfin do'stimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Bo'tdi ekan-ku. Qolganini plastik yuborib qo'ydim, chep. Qo'rqmasdan uylansang pulni o'zi keladi deyishardi. Mana rost ekan. Kollektivmi yangilik? Javohir uylanyapti. Davay bu oydan oyligiga qo'shimcha qilib ber unda. Uylanganni paddashga qiladi-yu. Xo'jayin, meni ham oylik ko'tarib berasizmi? Sen qo'shib yurolmasdan tezroq uylansang keyin ko'tarib beraman-da. Davay, men limitim tugadi, gaplashamiz. Xudolarni azoblasam maza qiladimi bular? Odam chang'ab ketdi-yu, Mana choy. Keling qashib qo'yaman. Keling o'zimni olib qo'yaman. Hay yo'q, bunaqada sendan birinchi meni qornim chiqib ketadi-yu. Mani davrimda semiribsiz. Mana shunaqa qilib tursa ko'chaga chiqqing keladi-da. Mana qara, ochib uylanguningcha bironta qiz bilan gaplashmagan sipoy yigit eding. Bunchalik kirib ketma uyingga. Chiqib turmda olsan ham ko'chaga. Bekorga o'zimni shuncha asradimmi? Endi chiqarib olishim kerakmi? To'y charchoqlarini bo'pti, bolalar bilan o'tiramiz. Faqat Telegram gruppada 10 gacha yoza olmayman. 10 dan keyin zapret. Davay, gaplashamiz. Ko'rmaganni ko'rgani qursin deb shuni aytsa kerak-da. Oyisli dadasi, birinchi muhabbatingiz ismi nima bo'lgan? Rosa zerikibsan-a? Nima keragi bor endi hozir urush qo'zg'ab? Urushmayman. Ayting. Dadasi, ayting. Feruza bo'lgan, bo'ldimi? Assalomu alaykum. To'rayli bo'lmiz dadasi. Yes! Ismini nima qo'yamiz? Feruza qo'yamiz. Doktorlar o'g'il bola bo'lishi mumkin ekan deyishdi-yu. Nima qilibdi? Firuz qo'yamiz. Muhimi sizga eslatib tursa bo'ldi. Senga bir narsani aytib bo'lmaydi. Aytmay, men o'lay. Sevmay o'lay birinchi muhabbatingga ham. Qanaqa tashlisdan bering? Feruza tashlisidan bering. Elimga juda yoqadi-da. Ahamiyat bermaysiz. Tilini sepib shunaqa chiqib ketib turadi-da. Yana bitta perestonovka qilish kerak ekan-a? Dadasi, tez boshqa kanalga oling. Nimaga? Feruza Jumaniyozova konsert beryapti ekan. Bekorga ismi Zaynab emas desani. Feruzaga almashtiraymi dadasi? Yo'q qol. Qalay, yarashdimi? Yangi tovar kelgan ekan. Oyoq kiyimim, shimim, ko'ylagim, materiali vaqti zo'r ekan, bor-ku, o'zimga rosa yoqdi lekin. Feruzaga bir yoqay debsiz-da. Yag'ir bo'lib yuraymi endi? Zaynab? Bilmadim, Feruzadan so'rang. Ha, namcha kechga qolib ketdingiz? Yangi qo'shni ko'chib keldi. Yolg'iz ayol, shunga narsalarni tashib yubordim. Ha, ismi Feruza emas ekanmi, mabodo? Ha, Feruza? Tushunmadim, qanaqa Feruza? O'sha birinchi muhabbatim. Qulbachchalar o'tiribsanlarmi? Gadoymurat keldi-yu. Okay, kartadan to'landi. 9 metr joyga taksida kelyapsanmi, Jasur? Yana biznes chaqirib olgan. Almas, allaga o'xshab yalang oyoq emasman-ku, piyoda yurgani. Puling yo'q payt avtobus orqasidan yugurib yurasan-ku. Og'zing yopda borib zvachka sotib olgin, chota sasyapti. Jakuye. Tamam, buning taqib olgin. Kim bo'lar, Jasur? O'zimga shaxsiy yordamchi qilib ishga oldim. Sen Trampni jiyanimsan, o'zing ishchi olasan, o'zing ishchi bo'lsang. Nedagon, ko'p gapirma, hozir seni ham yordamchi qilib ishga olaman. Xo'p deb qo'y, 2 kundan keyin o'ziga kelib qoladi, Gadoymurat. Xo'p bo'ladi. Mana Jasur aka. Masalan, nashsat olchayni olgin dedim-ku. Bor, almashtirib kelgin. Ha, meni ham zaratga qo'y. Qachon qo'yaman? Burnim teshiga qo'ygin. Bor, qayerdan bo'lsam top. Masalan, nima pul to'layapman? Zubachiska. Sen adashib kambag'allikni qisqartirish bo'lim boshlig'i bo'lib ketmaganda. Nima bo'ladi? Aniq-ku nima bo'lishi? Ketdingmi? Ko'zingga qaramaysan, mol oyoq kiyim bosib olding. O'zlar bilmay bosib qo'yibsiz. Mayli, buni o'zing kiy. Men bosilgan oyoq kiyim kiymayman. Men butikda yangi oyoq kiyim olib kelgin. 42 razmer. Puli yo'q, teshkarish yurasan, daydi. Hech Jasur? Yo'q, paketingda nima bor? Qo'ylarga qotganman. Berdaqa qornim oshib ketdi. Shunga ham yetmabdi-ku, Gadoymurat. Qo'shib yeyishga nimadan bormi? Shuning uchun qishni g'amini yozda ye, bo'lmasa qishda. Kechirasiz, Ruxshona sizmisiz? Ha, men. Men oyiz aytgan bolaman. Voy, sizmisiz? To'g'ri kelmaysiz menga. Nimaga? Menga qora bolalar yoqmaydi. Yana qorong'ida topolmay qolmay, podsvetingizni toparsiz. Qora deydimi Zubachiska? Menga bitta kofe berib yuboring. Qanaqasidan? Qorasidan. Menga qorasi yoqadi. Qorasini ichsangiz qoringiz og'rib qolmaydimi keyin? Siz? Menga ham o'zim rangimdan berib yuboring. Wow, Mash Mbappe zo'r o'ynaydi. Qoralar o'zi yomon gol uradi-da. Saqchmisiz? Ha, qora saqchman. Olqa qoralar. Shuni qorasidan yo'qmi? Qora sotilib ketuvdi-da, oqini olavering.
oq teskir bo'ladi-da. Qora rang shunaqa xadovoy bo'ladi. Lyubitellari ko'pdek qorani. Mazza-yu. Qoralar shunaqa shirin bo'ladi-da o'zi. Yana sizmi? Voy, Shohruxxonni sevaman-da. Shohruxxon ham o'zi hayotda qop-qora bilasizmi shuni? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Meni kechiring, muhimi insonning qalbi oq bo'lish kerak ekan. Bizi ota-bobolarimiz ham qora o'tgan ekan. Ishtoni yo'q, tizzasi yirtiqqa kulibdi deb shuni aytsa kerak-da. Endi kech, men podsvetim topib oldim. Siz ham gnomingizni topib olarsiz, oppog'oy. Qora bo'lsam bo'lmasmidi-ya? Hozir inomarkali bo'lib olardim. Jasurboy, tabriklar, yangi ishga kirding. Yo'q, oylik nech pul ekan? Shu 3,5 milliondan berishar ekan. Ha bolalar, qalaysizlar? Sen nech pul topyapsan oyiga? 4 million. Ha, yaxshi, normal. Ha, oldin salomlash, kim nech pul topishiga yomon qiziqasan, ha? Qara, yaxshimisizlar? Ha, jo'ralar hammasi yaxshi. Jahon Rossiyadan telefon qilyapti. Yo'q, hali jog'on nech pul topyapsan oyiga? Oldin so'rashmaysanmi? Ha, tiriksan, telefon qilyapsan mana. Nech pul aytchi? Shu 600-700 dollarda. Ha, yaxshi. Bo'pti, gaplashamiz. Ular ko'p topmayapti-kan, nima vaqtma qilasan, ha? Men siz demadimmi? Abbos yangi mashina olibdimi? Oladi-da. Oyiga normal pul topadi, bilasanmi? Yo'q. Ikkita kvartirasi bor, arendaga berib qo'ygan. Undan tashqari ofis bor, uni ham arendaga berib qo'ygan. Oyiga greta 15-20 ming dollar topadi. Qancha narsan qayerdan bilasan? Agentmisan, ha? Endi hobbiyimda bilasan-ku. Bo'pti, men energetika olib chiqay. San kartangda pul qolmadi? Qanaqasiga qolmaydi? Ertalab 400 ming puling bor edi, 200 ming ukangga berding, 75 ming chirog'ingga tashlading, 85 mingga ovqatlanding, 33 mingga taksiga to'lading. 6 ming puling qoldi. Ye qo'y, rostdan qolmabdi. Meni cho'ntagimda pulni mana yaxshi bilasanmi? Endi biron pul hisoblashga o'rganib qolganman-da. Toshkent markazida yangi restoran ochayotgandik. Shuni reklamasida nech pul bo'ladi? Ha, bo'ldi, tushunarli. O'zimiz maslahatlashib aloqaga chiqamiz. Ya'ni bloger 2000 dollarga reklama olayotgan ekan. Bir oyda 5 ta olsa, shunda 10 ming dollar bo'ladimi? Yomma-yo, mana bloger bo'lsam-ekan, nima deysizlar? Sen ketgan olar bugun? Undan nech pul topsa bo'ladi? Jasur, bunaqa birovni pulini hisoblab yuraversang, umuman ko'karmaysan. Undan ko'ra sen ham harakat qil, havas qil, ishla, degan odam bo'lasan. To'g'ri aytasizlar. Aytgancha, ana Amerikada nechma ishlab ketdi ekan? So'rab qiziq ko'rmanglarmi? Uchrashuvga 500 ming pul yetar. Kutib qolmadingizmi? Ha, sizmi? 500 ming jalka-yu. Okajon, hurmat yuzasidan bitta uring. Qo'ying, tinchlik kerak, voy. Men bitta urib ko'ray. Bo'pti, nech pul? O'zi 200 ming so'm, mayli sizni hurmatingiz bor, 199 qilib beraman. Men urib qo'ysangiz bo'lmaydimi shuni o'rniga? Bo'pti, o'zim beraman. Bo'pti, to'xtang. Mana aka 200. Hurmat qilmay qo'yavering. Aka, salfetka olinglar. Yo'q, ukam salfetka shart emas. Voy bechorani qarang, olaylik. Men ukam salfetka kerak emas, olib qo'y. Pulingiz kerak emas, salfetkani o'zini oling. Ha, xo'p, nech pul salfetkang? 200 ming. Yo'q, puling. Prikol qilyapsanmi, uka? Xo'p, men o'zim beraman. Bo'pti, to'xtab turing. Men ukam, mana bu salfetka sotsammikin? Akajon, opamlarga shirin paxtadan oling. Qo'ying, shirin oshib ketmasin. Olaylik. Qancha? Attiga 100 ming. 100 ming? Ko'zinglarga Tramp bo'lib ko'ryapmanmi yo shunaqa qimmatchilik bo'lib ketdimi? Sharmanda qilmang, o'zim olaman. Bo'pti, mayli, bering. Ikkita bering. Ya bitta yetar, men yemayman. Qalyapsizga emas, o'zimga. Voy, ana restoran qornim rosa ochuvdi, kiramizmi? Qani? Pallakat, birinchi restoranga yetalasam bo'lar ekan. Yine bu kız bilan yana 5 minut yursam ishton qolib ketaman. Ham sandoling. Na qimmat aytmalaringizni sezdirib qo'yapsizlar. Ani vlajnichini yopaman. Siz ham boyvachasidan toping-da, opa. Ay, bo'pti, ishimizni barakasini bersin. Men yangi boyrog'idan topib kelay. Alo. Alo, Jasur keldingmi? Men kelib bo'ldim o'sha. Dada, men ham yo'ldaman, boryapman. Anaqmi kech qolamiz lekin. Voy, sen aldamayman, Qoravoy. Davay. Davay. O'rtoq, o'sha 20 minut bo'ldi, keldingmi? Dada, mana 5 minut qoldi, o'rtoq. Bo'la qotyapsiz, Jasur. Bo'lasiz, boraman. Sigma, boy, sigma. Jasur 5 minut deganingga 1 soat bo'ldi. Kelasanmi, yo'qmi? Dada, o'rtoq, mana 5 minut qoldi. Prosta yo'lda probka ekanda. Televizor ovozi eshitiryaptimi? Yo'q, avtobus televizorni ovozi. Voy, blin, endi telefon ishlamayapti buni. Tak, endi telefonim polyotdan chiqarsam bo'ladi. Metroda endi deyman-da. Bu yoqda odam ko'payib ketdi. Sigma, boy. Jasur, kelasanmi, yo'qmi? 2 soat bo'ldi kelganimga. Kelmasang kelmayman deb qo'y, maraz. Bo'ldi, o'rtoq, qizishma. Mana bittasi songa qoldi. 5 minutda tushaman. Bo'pti. Tak, avtobus qachon kelar ekan endi? Mayli, kutamiz-da.